Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin va o'zining habibi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning huzurida Firdavsul a'loda birga suhbat qilishni nasib qilgan bo'lsin. Amin. Inshaalloh mana bugun birinchi juma namozini o'qiyapmiz. Shu narsa ham hammalarga muborak bo'lsin. Alloh taolodan davomiy bo'lishligini va foydali ilmlarni shu yerdan o'rganishimizni Alloh taolo o'ziga ta'bir bergan bo'lsin. Amin. Bugungi suhbatlashadigan mavzuimiz bu har bir ishda bo'lishi shart bo'lgan. Musulmon odamni kattadir, xoh kichkinadir, qanaqa ish qilishdan qat'iy nazar undan talab qilinadigan birinchi narsa bu ixlos haqida gaplashamiz. Modomiki bugungi birinchi darsimiz shu ixlos ekan, bu masjidimizda bo'ladigan keyingi ibodatlar, keyingi jumalar va mavzularning hammasida Alloh taolodan faqat o'zining rozligini ko'zlab ibodat qiladigan odamlardan masjidimiz obod bo'lishini so'raymiz. Chunki amal har qancha katta bo'lmasin, har qancha bir zohirida tashqi ko'rinishda ulug' ish bo'lmasin, agar ixlos bo'lmasa, bu amallar birortasi qabul bo'lmaydi. Ixlos nimaga o'xshaydi? Ixlos bu mana simni ichidagi elektr tokiga o'xshaydi. Uyingizdagi televizor 5 metrga 10 metr bo'lsin ekrani. Uyingizdagi magnitofoningiz mingta kamligi bo'lsin. Uyingizda millionta lampochka bo'lsin. Lekin ana shu simni ichida keladigan elektr toki bo'lmaydigan bo'lsa, bularda birortasi ishlamaydi. Kichkinagina simni uzib qo'yasiz, butun katta bir koshonez zimmistonga aylanib turadi. Demak, mana shu aytilgan jihozlarning ishlashiga elektr toki qanchalik zarur bo'ladigan bo'lsa, biz qilayotgan amallarimizni Alloh azza va jallani dargohida qabul bo'lishligini eng katta sharti bu ixlos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad keltirgan hadislarida marhamat qiladi. Axofu ma axofu alaykum ash-shirkul asghar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh azza va jalla xohlagan bandasiga xohlagan gunohini kechiradi, illo shirkni kechirmaydi. Hadis qudusida keladi, odam bolasi yer yuzini gunohga to'ldirib tashlabki, lekin meni huzurimga shirk keltirmasdan kelgan bo'lsang, yer qobig'i to'ldir rahmatim bilan kutib olaman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana aytilgan hadisda kichkina shirk deyiladi. Shirk nima? Shirk bu Allohga biror bir narsani teng bilishlik. Alloh taologagina xos bo'lgan sifatni boshqa mahluqotlarga ham xos deb bilishlik. Bu shirk deyiladi. Butga sig'inishlik, toshga sig'inishlik, yulduzlardan yoki tog'lardan chiqib farzand so'rashlik, faqat Alloh taologangina so'raladigan narsani mahluqdan so'rab qo'yish bu shirk. Buni alhamdulillah bu narsani qilmaymiz. Lekin shunday bir kichkina shirk bor ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning ustingizda qo'rqadigan narsam katta shirk demayapti, kichkina shirk deydi. Vaholanki katta shirk kichkina shirkdan ko'ra xatarliroq. Rasululloh bu kichkina shirk nima dedi? Riyodir dedi. Riyo nima? Riyo Alloh uchun qilinadigan ishni qilib turib, faqat Allohning o'zini roziligi ko'zlanmaydi-da, bandalarning rahmati, odamlarning minnatdorchiligi, to'ri, minbar va hokazolar. Rasululloh shirkdan xavotir olaman demayapti. Kichkina shirkdan xavotir olaman deydi. Alloh azza va jalla bandalarini qiyomat kunida qilgan amallariga qarab mukofot beradigan kunda mana shunday riyokor bandalarga aytadiki: "Izhabu ila alladina kuntum tura'una lakum fid dunya, fanzuru hal tajiduna indakum khayra." Mana shunday riyoga ish qilgan bandalarga Alloh taolo qiyomat kunida tugizib boringlar. Mana shu savob qilgan ishlaringizning mukofotini, kimi xursandchiligini, kimi roziligini ko'zlab qilgan bo'lsalar, boringlar. Qani sizlarga ajr beraman ekan. O'zi 10 so'm topish qiyin. Uni o'rniga sarf olishlik undan ham qiyin. Endi qiyamda topgan 10 so'm pulini Xudo yo'lida qaytib kelmaydigan joyga berib olishlik undan ham qiyin. Endi undan ham qiyinrog'i shu bergan 5 so'mimizni ta'na qilib qo'ymaslik. Shu qilib qo'ygan ozgina savobimiz bilan odamlardan hurmat, ehtirom, minnatdorchilik talab qilmaslik hammasidan og'ir. Bu kichkina shirk deyiladi. Banda Alloh rozi bo'ladigan ishni qilib turib, bandalarini xursandchiligini ko'zlar ekanda Allohni aldamoqchi bo'lar ekan. Innal munafiqina yukhadi'una Alloha va huwa khadi'uhum. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofida Madinada munofiqlar bor edi. Ular ham sadaqa qilishar edi.
Ular ham safda turmoqda o'xshab, ular ham jihodga chiqaradi. Lekin niyatlari boshqa edi. Munofiqlar deydi Alloh taolo, Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Lekin Alloh ularni aldab qo'yadi. Qiyomatga borganda Alloh taolo ajr beraman dedilar. Alloh haq gapiryapti. Bular Allohni aldayapman deydi-yu, o'zlarini aldayotgan bo'lib chiqadi. Alloh azza va jalla mana hadis qudusida marhamat qiladi. Ana ag'na shurakay ani shirk. Men uchun qilinadigan ishlarni mukofotini faqat o'zimdan ko'zlamay, bandalaridan ko'zlagan riyokor, shirkni kichkinasini qiladigan bandalarning amallaridan menga kerak emas deydi. Birodarlar, hadis qudusida keladi, odam bolalari deydi. Sizlar hammalar yalang'ochsizlar. Faqat men kiyintirganlar kiyimli. Sizlarda hammalar ochsizlar, faqat men qornimni to'ydirganlar to'qsizlar. Sizlar hammalar dalolatdasizlar, faqat men to'g'ri yo'lga boshlaganlar. Agar sizlarni deydi Alloh taolo, Alloh taoloning mulkiga e'tibor beraylik. Avvaliy oxirgilar to'plansanglar, ana shu odam alayhisolamdan tortib qiyomatgacha yashaydigan odamlar bir yig'ilsa, nafaqat odamlar, jinlar ham qo'shimcha. Yaralgandan boshlab qancha jin keldi, qancha inson keldi dunyoga. Hammasi bir joyga yig'ilsa, bir vaqtda o'zida qo'llarini ko'tarib, har bittasi xohlagan narsasini so'rasin. Bir lahzaga yetkazmasdan beraman deydi. Shu narsa qancha katta emas, o'ylab ko'ring. Insonning ko'ziga dunyolar sig'ib ketadi. Inson to'ymaydi. Nechunki odamlar, jinlar ham so'rasin, bir vaqtdan ozroq muddatda beraman. Va bu narsa meni mulkimdan dengizga yinan solib chiqarganda dengiz qancha kamaydi? Shunchalik ham kamaydi. Kim uchun qilamiz ibodat? Bizni bergan 5 so'm emas, bizni o'qib qo'ygan 2 rakat namozimiz kimga kerak? Allohga kerakmi? Ey odam bolalari, sizlar biz Alloh taolo yer yuzidagi eng fojir bo'lgan odamning qalbida hammalar bir yomon bo'lib ketsanglar. Ya'ni shaytonda bo'lib ketsalar ham, shayton bo'lib ketsalar ham hammalar meni mulkimga hech qancha ziyon keltira olmaysizlar. Hech qanday ziyon keltira olmaysizlar. Va yer yuzidagi hamma insonlar eng taqvodor bandani qalbida taqvolik bo'lib ketsalar, Muhammad alayhisolamga bo'lib ketsalar hammalar meni mulkimga zarracha foyda keltira olmaysizlar. O'zingizlar uchun qilasizlar. رب صائم ليس له حظا من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له حظا من قيامه إلا السحر والنصر. Shunday bir namozxonlar bor deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Namozdan topgan foydasi u uyqudan qolgani-yu, bezovta bo'lgani. Topgan foydasi shu. Va shunday ro'zadorlar bor, ovqatdan qopti, ichimligidan qopti, ayoliga yaqin qilishdan qopti. Boshqa urish yo'q. Endi Ramazon oyi kelib qopti. Xudoandachilik, ro'zani tutasiz. Majbur tutasiz, chunki hudud iftorga aytdi. Iftorni qildingiz, og'iz ochadigan mahalla og'izni ochdik, hamma turib shomga chiqib ketdi. Siz bitta o'zingiz qoldingiz. Uyat bo'ldi. Endi ertasi yana bitta hudud aytdi, endi torat qilib borasiz. Chunki hamma turib ketganda siz qolib qolsangiz uyat bo'lar ekan. Undan ko'ra o'tirganingiz yaxshi edi. Chunki bitta benamoz degan erkakda turadi. Bitta namoz o'qimagan gunohni endi bu yerda benamozlik ham turibdi erkakda. Riyo, o'zi ko'rsin shirk ham turibdi bu yerda. Agar biz qilayotgan savob amallarimiz jumaga kelayotganligimiz, dadamizdan qo'rqib chiqayotgan bo'lsak, bomdodga chiqmasak, qo'shni malomat qilgani uchun chiqayotgan bo'lsa, yaxshi chiqmay boraydi. Eng kamida masjidga chiqmadi degan ayb bo'ladi, lekin riyo degan, shirk degan ayb bo'lmaydi. O'zi bu niyat haqida, ixlos haqida kimga gapirish kerak? Aytaman nimaga o'xshaydi? Bu riyo, bu shirk suvga ketayotgan odamlarga o'xshaydi. Bitta odam kattada faqirishib olgan, bittasi kichkina olgan, haligi katta faqirishib olgan, katta ish qilyapganda ketyapti. Hamma qarab faqir katta ekan, bu ko'p suv olib keladi deyapti. Lekin yonboshga ketayotgan odam qarasa, faqirning teshigi bor ekan. Birodar, bu suv bormi uyga desa, ishingiz bo'lmasin deyapti. Yo'qki katta siznikidan, siz deydi ko'ra olmayapsiz meni. Bu borada tutun lekin kichkinagina faqirchasida suv olib keladi. Nariga katta faqir ko'targan qiylanadi. Lekin uyga kelguncha faqirda hech narsa qolmaydi. Bu riyo, bu kichkina shirk. Qo'ja ko'rsinga amal qilishlik. Riyo, shirk, suma. Riyo degani qo'ja ko'rsin bo'lsa, suma qo'ja eshitsin. Eshitma vaqt qo'ysin. Qur'on o'qib beray, hammasini yig'latib olay. Bir masala qilib beray. Riyo shirk nimaga o'xshaydi? U
Bozorga cho'ntagiga mayda toshlarni solib, cho'ntagini dom keltirib tushib olgan odamga o'xshaydi. Hamma ko'radi-da, cho'ntagida hiyla puli bor ekan. Bu yopig'ida hali ko'rinmayapti bu. Hamma ko'radi-da, konteynerga kirib ketsa, haligi cho'ntagini dom kelganini ko'rib turib, haligi matolaringizni ma'ni kiyib ko'ring, oni kiyib ko'ring, aka edi. Hamma injiqligini ko'tarasiz. Chunki umidingiz bor-da, unda pul bor deb o'ylayapsiz. Lekin cho'ntagini shunday ochib turib, kavlaganda toshligini bilsangiz nima qilasiz? Haydab chiqarasiz. Qiyomatga borganda hali bu cho'ntaklar yoriladi. Bu qaysi cho'ntak edi? Ichki cho'ntak emas. Qalb cho'ntagi edi. Qalblar yoriladi hali. Alloh taolo aytadi: "Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Qiyomat kunida o'ja ko'rsinga riyoga ish qilgan bandalarning amallariga kelamiz va ularni haba'an mansurodek sochib tashlaymiz. Haba'an mansura degani derazadan quyoshni nuri tushganda chang qanaqa ko'rinadi? Shunaqa qilib tashlaymiz. Lekin dunyoda katta ish qilganga o'xshaydi. 4 marta hajga borgan, 5 ta masjid qilgan, 30 ta yetimni boshini silagan. Lekin nima deb qilgan? Ana shu yetimni boshini silashdan maqsad keyingi yilgi ishlar. Bir yil qiladi, keyingi yilda nima qiladi bu narsa? Asqatadi, reklama qilish. Qilmayli, yaxshi qilmayli shu narsani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi-da, "Ya Rasululloh" dedi. "Men savob ish qilishni qilaman" dedi. Sadaqani qilaman-da, Allohning roziligini ko'zlayman. Alloh deb qilaman. Shuni orasida odamlar ham menga yaxshi gap gapirishligini xohlayman. Bo'ladimi shu narsa? Har bitta odamda o'zichasiga bo'ladi ichida. Hammada bir xil bo'lmaydi. Berib qo'ying, odam berib qo'ying, har safar men ham ishim tushganda nima qiladi? Qilmaslik kerak. Yaxshi qilmaslik kerak. Sahobalar qana bo'lgan ekan, ixlosini qarang. Bir sahobiy zakotni olib yoki sadaqani do'ppiga solib, kambag'al deb bilgan odamga eshik taqillatadi. Eshikni ochayotganda eshikni to'xtatib turib, haligi do'ppisi sig'adigan joylarni ochib turib, qilgan ichiga o'tirish zakotini sadaqasini tegizar ekan, eshik ochmadi. Betini ko'rmaslik uchun. Nimaga desa, sen agar meni betimni ko'rib qolsang, meni ixlosimga putur yetib qoladi. Keyingi safar senga bir hojatim tushib kelsam, bu odam menga yaxshilik qilgan edi. Yaxshilik qilmasam bo'lmaydi deb turib, sen ham Alloh uchun qilishing kerak bo'lgan ishni mendan uyalganingni qilib qo'yasan. O'zini ham, uni ham nima qilgan ekan? Sahobalar uyini ijaraga berib qo'ygan bo'lsa, ijarasini haqqini olgani borganda, ana shu uyda soyasida turmagan ekan. Ya'ni bu uy ijarasini to'layapti, buni ixtiyori, ko'lankasi ham buniki. Ko'lankasida turishdan taqvo qilgan ekan. Bu bizni aqllarimizga sig'maydigan darajada bo'lib ketgan. Uzoqlashib ketganligimizda. Ulamolar aytadi, qaysi bir odam 7 ishni qilsa, uni yonboshiga 7 ishni qo'shib qilmasa, bu 7 qilgan amal qabul bo'lmaydi. Birinchisi, an ya'mal bil xawf dunal hazar. Bir odam Allohdan qo'rqaman deydi-yu, gunohdan tiyilmaydi. Bu odamning qo'rqqani yolg'on. Biz namoz o'qimaganimiz bilan dilimiz toza deyotgan akalarimizga gapiradigan gapimiz bu yolg'on. Agar Allohdan qo'rqqaningizda namoz o'qirsiz. Agar nafs toza bo'lganida Allohning namozini egib qo'yar edi. Men namoz o'qimayapman, o'zim xohlamay, o'shuning uchun yuribman. Xohlagan kuni o'qib olaman deyotgan bo'lsa, xato qilasiz. Siz loyiq emassiz, o'shuncha Allohni egmayapti namoz. Bergi kelayapti 500 so'mni chiqarib. Lekin nimagadir ozroqni istayapsiz-da. Siz bermayapsizmi? Alloh sizdan olishni xohlamayapti, shuncha qalbingizga solmayapti, bera olmayapti. Demak, namozni biz o'qiyotganimiz yo'q. Alloh bizni belimizga egib qo'ydi. Bizga rahmi keldi, o'qida o'qiyapti. Inson agar Allohdan qo'rqaman desa-yu, gunohdan ehtiyot bo'lmayotgan bo'lsa, bu qo'rqayotganligi yolg'on. Ikkinchidan, inson savob ishlarda qilishga niyat qilsa-yu, lekin qalbida niyati bo'lib turib, zohirida, tashqi ko'rinishida shu amallarni qilishga harakat qilmasa, bu niyati ham yolg'on. Ko'ngilda bor deyapti. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz uchun jonim beraman aka deydi. 100 ga urmoqni ko'ngil kelgan bo'lsa, assalomu alaykum deb qo'yma qiladi. Ha bu sizni yaxshi ko'raman deb 70 ta qasam ichsin. Agar bir arava ko'miringiz ichkariga yaqinlashib qo'ymasa, shu so'zga ishonasin. Sizdan men ham yaxshi ko'raman aka. Dilda bor, deb ketaveradi. 2-3 ta aytdi, 4-dan ekan. Banda duo qilsa-yu, Allohdan tavfiq so'radi.
meni ham bir namozxon qilib, meni ham qalbimni yumshatsin, men ham shu savob ishlarni qilay deb duo qilsa-yu, lekin shu savobni qilishlikka o'zi birinchi qadamni bosmasa, bu duosi ham yo'q. Aman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kim deydi Alloh taolo? Bizni rozi qiladigan yo'lga qadamini bossa. Ya'ni meni rozi qilaman deb harakat qilib bitta qadam bossa, meni rozi qiladigan yo'llar ko'p deydi. Shulardan bittasiga nima qo'yaman? To'g'rilab qo'yaman deydi. Masalan, bir odam boyligi bilan Allohning roziga yetishgan bo'lsa, kambag'alga bu yerda alamli bo'ladi. Menda yo'q deydi. O'shuning uchun kambag'alni Allohga olib boradigan yo'li ham bor, ilmli odamniki ham bor, ilmsiz. Siz faqat harakat qilingda, Allohni rozi qiladigan bir yo'lni Alloh maqsad qo'yadi. Hech bo'lmasa masjidda patinkalarga to'lab qo'yishga o'rgatadi. Shunda ham ajr bor. Hech bo'lmasa masjidda shukr Alloh taoloning qalbiga hisob qo'yapti. Bu albatta bir katta bir baxmaza bo'lgan, hech kim ko'rmayapti deymiz ish qilayotgan ishimizni. Ko'rishligi shart emas. 5-dan bir banda istig'for aytsa, Alloh meni gunohlarimni kechir desa-yu, o'tgan gunohlarini eslab pushaymon yemasa, u aytayotgan istig'for haqiqatli. Xudo meni o'zing kechir deb o'shiga ish qilyapti. Xudo kechirib qo'ydi, faqat top qo'yapti. Xudo kechir endi deb namozga bormay qo'yapti. Xudoning o'zini kechirgan Ramazon kunida. Nima deymiz? Xudoning o'zi kechirsin, g'iybat bo'ladi deb qo'yamiz. O'tadimi? Agar shu kechirishligini xohlasak, avvalgi gunohlarimizni bir eslaylik-da. Ulamolar aytadi, qilingan gunohlarni kechirishligini 3 ta sharti bor deyishadi. Masalan, bir gunohni aroq ichgandir, benamoz bo'lgandir, ular bitta gunohni qilgan hayoti davomida Alloh kechirishini xohlasa ish qilsin deydi olimlar. Birinchisi, shu gunohdan to'xtasin. Benamoz ekan, bugundan boshlab namozni boshlasin. Birinchisi. Ikkinchisi, benamoz o'tgan umriga qattiq pushaymon yesin. Yig'lasin. Va uchinchisi, qaytib namozni tashlamaslikka Allohga va'da bersin. Shunda umid qilinadi, Alloh gunohlarni nima qiladi? Kechiradi. Oltinchisi, bir inson tashqi ko'rinishi bilan zo'r bo'lsa, namoz o'qisa, soqolni qo'ysa, pochalishi hamma tashqi ko'rinishlar zo'r qilsa-yu, ustini tuzatgandek ichini ham tuzatmaydigan bo'lsa, bu ustiga qarab o'tirilmaydi. Chunki Alloh taolo siz bilan bizni chiroyimizga, kiyimimizga, shakl shamolimizga emas, qalbga qaraydi, qalbimizga qaraydi. Alloh taoloning bir hikmati ilohiyati ekanki, bir odamning qalbini bilishlik ikkinchi odamga berilmaydi. Agar bilganlar bo'ladi. 7-si, bir inson savob ish qilsa-yu, lekin ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, bu amali qabul bo'lmaydi. Biz aytganimizdek, 1 so'mni berdi, 10 so'mni berdi, haliga aytib tushganda, agar biroq pul tashlasangiz ham tashlaymiz, qo'limizdan to'sib turib, agar kattaroq pul bo'lsa nima qilamiz? Yaxshi bo'ladi. Kattaroq ko'rsatsa bunday qilib turib. Haqiqiy muxlis odam kim desa, ulamolar javob beradiki, o'zini aybini yashirgandek deydi. Savobli ishlarni ham yashirishlikka intilgan odam haqiqiy ixlosli odam deydi. Hamma aybini yashiradi, hatto ahmoq ham aybini yashirishga harakat qiladi. Bizchi bilib qo'ysin. Haligi patoga borsa ham ko'rni qo'yamiz, odam topdi. Hali bizga qarash ukasi bormi, akasi bormi? Vaqtida ko'rishib qo'yish kerak. Nima qilib qo'y? Registratsiya qilib qo'y, men keldim. O'shuning uchun masjidlarda pul berib turib, atini aytishlik nihoyatda bir to'g'ri bo'lmagan ish. Falonchi oycha 20 so'm, to'rtinchi oycha 50 so'm, atini aytishligini talab qiladigan odamlar bor ekan. Subhanalloh. Ha, Alloh televizorga tug'ilgan kunni bersa 5-600 so'mni beryapti. Masjidga 20 so'm, 15 so'm berib qo'yib turib, xuddi Allohni qarzdor qilib qo'ygandek minnat qilyapti. Birodarlar, qilmaylik unaqa narsa. Alloh g'aniy bo'lgan zot. Alloh taolo kerak emas bu narsa. Tek indamasdan qilaylik. Va agar Alloh yo'lida bir savob ish qilgan bo'lsak, esdan chiqaraylik uni. Chunki Alloh azza va jalla esdan chiqarmaydi. Mukofotini Alloh taoloning huzuriga borgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadislarda marhamat qiladi. Yaxrujun fi akhir zaman aqwamun yuqtiluna ad-dunya bid-din va yalbasuna al-libas al-julud ad-dam min al-lin. Oxir zamonga borganda shunday odamlar chiqadi. Dinni dunyoga aralashtiradigan bo'lib qoladi. Bozorga borib ishlashdan maqsad pul topish. Qoraga chiqib ketmon chopishdan maqsad bola chaqa boqish. Dindan maqsadchi? Bola chaqa boqishmi? Din nima? Din bu yo'l, kim yo'li? Alloh yo'li. Dinda qilingan ishlar faqat Allohning roziligiga ko'zlanishligi kerak. Endi shunday odamlar chiqadiki,
din bilan dunyoda mo'ljallaydigan bo'lib qoladi. Allohning buyurganini qilib turib, odamlardan minnatdorchilik, dunyo matosini orzu qiladigan bo'lib qoladi. Ularning kiyimlari nihoyatda bir dindorlik kiyimlar bo'ladi. Ko'rinishlari bir musulmon namoz bo'ladi. Tillari shakardan shirin bo'ladi, lekin qalblari bo'rlari qalbi bo'ladi. Qanaqadan chiqadi shu yerdan menga bir narsa. Savdogarchilikda bor, 10 so'm chiqsam 10 so'm bo'ladiki, bu savdo bu. Alloh taolo shunga buyurgan. Lekin oxiratda ishini qiladi-da, dunyo matosini ko'zlaydi. Ana shunday zamonga kelganda, oqil bo'lgan, hakim bo'lgan kishilar boshini ushlab qoladi hayron bo'lganligidan. Binasa deylasa, dindor, oyat hadislar desa, sendan yaxshi biladi. Unga tushuncha fahm bera olmaysan, lekin niyati chapa. Endi johil bo'lsa gapirsa, yana bo'yniga turadi. Bo'pti, to'lab olamiz. Endi bilag'on bo'lib turib qilayotgan bo'lsa shu narsani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdi, Rasululloh, men bir ishni qilaman dedi. Iloji boricha yaxshilab maxfiy qilishga harakat qilaman. Bekitib qilaman buni. Iddasidan ham chiqaman. Keyin bilinib qoladi hali degan. Odamlar bilib qolishadi-da, haligi odamlarni bilganligidan jicha xursand bo'lib qo'yaman. Bo'ladi hammamizda. E'tibor beringlar-da. Falonchi var mana qilib deb haligi birogi sir turmaydi-yu, birogi indamaydi deysiz. Falonchi mana qilib birogi indamaydi deydi. U borib turib, bo'ldi, shu bilan ketdi. Maxfiy qilaman yaxshilikni. Keyin oshkor bo'ladi-da, odamlar eshitganini bilib, xursand bo'lib qo'yaman. Menga ajr bormi dedi. Juda nozik narsa eshitib turinglar. Sizga ikkita ajr bor. Birinchisi maxfiy qilganligingiz uchun ajr bor, ikkinchisi oshkor bo'lganligingiz. Ulamolar aytadi, oshkor bo'lganda xursand bo'lishidan maqsadi nima edi hali odamda? Odamlar endi meni shuncha yaxshi ko'radi degan niyatda xursand bo'lgan bo'lsa, unga ajr bo'lmaydi. Yo'q, odamlar meni qilganimni ko'rib turib, odamlardan ergashadi endi degan niyatda xursand bo'lgan bo'lsa, unda ajr bo'ladi. Hammamizdan xursand bo'lamiz, eshitganimizda, biz qilgan ishimizni odamga maqtaganda kimga yoqmaydi? Lekin nima niyatda nima qildingiz? Xursand bo'ldingiz. Alloh azza va jallaning huzurida amallarni katta kichikligiga qaralmas ekan. Farishtalar bir bandani amallarini olar ekan, Allohning huzuriga ko'tarib chiqqan, nihoyatda maqtar ekan, juda katta ish qildi, moncha sarfladi, moncha duo oldi, mana bunday ish qildi. Tashqi ko'rinishi juda katta bo'lganligidan bu savob amaldi. Farishtalar shunday maqtab olib chiqqanda Alloh taolo aytgan, "Ey farishtalarim, sizlar bandani tashqi ko'rinishiga, amallarini ko'ringan tomoniga guvohsizlar. Men bo'lsa, uni qalbiga, niyatiga guvohman. Bu bandani amali shuncha katta bo'lishiga qaramasdan, meni roziligimni ko'zlamadi. Kitobini tijjinga, jahannamiylar kitobiga yozib qo'ydilar. Savob qilmadi emas, gunoh qildi emas, savob qildi. Lekin niyat chata bo'ldi. Agar bo'lsa lampochkada, mingta bo'lsa lampochka yuzda, jindek to'q bo'lmaydigan bo'lsa, yonmaydi u. Va farishtalar yana bir bandani olib chiqar ekan. Nihoyatda haqiqiy sanar ekan, shuni dedi. Shu dinga amal qildi. Shu 2 odamni oyat yozdi, 2 dona oyat o'rgatdi. 1 so'm sadaqa qildi. Men sinagandek kichkina deb turib haqiqiy sanoat chiqqanda Allohning huzuriga borganda Parvardigor boyaga aytar ekan. Sizlar ustini ko'rardinglar, men qalbini ko'rardim. Bu bandaning amalini illiginga, jannatlar kitobiga yozinglar. Hujjat: "Va in taku hasanatan yudha'ifha va yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Agar sizlar hasanat qilgan bo'lsangiz, hasanatlar bitta bo'lsa, Alloh taolo o'zini dargohidan ziyoda ajrlarni nima qilib beradi? Qo'shib beradi. Ixlos kerak. Bizni qalbimizga ixlos kerak. Alloh taologa qurbonligimizni qoni ham, juni ham, go'shti ham, yog'i ham yetmaydi. Bizdan bo'lgan ixlos bo'ladi bu yerga. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man 'amila biha ila yawmil qiyamah. Va man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha va wizru man 'amila biha ila yawmil qiyamah. Qaysi bir kishi yaxshi, savobli bo'lgan sunnatni tiltirsa, odamlarga yaxshilikni o'rgatgan bo'lsa, shu yaxshilikni o'rganib odamlar amal qilsa, qancha savob bo'lsa, o'rgatgan odamga shuncha ajr bor qiyomat kunigacha. Va qaysi bir kishi yomon ishni odamlarga o'rgatgan bo'lsa, aroq ichishni o'rgatgan bo'lsa, narda o'ynashni o'rgatgan bo'lsa, qandaydir bir gunoh, ma'siyatni yangi turlarini o'ylab topib, odamlar shunga yetarayotgan bo'lsa, odamlar o'rganib gunoh qilib, gunohiga ega bo'lgandek, o'rgatgan odamlar nima qiladi? Gunohiga sherik bo'ladi. Biz nimalarni odamlarga o'rgatyapmiz? Bitta serialni jichi aytib bersak, qiziqib qoladi har odam. Ertasiga o'z serialni nima qilyapti ham?
Ko'ringda, nihoyatda tarbiyaviy tomoni ko'p ekan deyapti. U tarbiyaviy tomonning ichida zahar ketyapti asalning ichida. Kiyimlari, muomalalari, xudo deyapti, kecha ko'zim tushib qoldi. Qaysi qilgan gunohim uchun deyapti. Allohga qishga qarashni o'rgatmayaptimi? Tarbiyaviy asal ichida zahar bilan. Qizlarda, bolalarning kiyimini ko'ryapsizmi? Biz ularni serial ko'rishga emas, ma'ruza eshitishga targ'ib qilaylik. Ixlos xususida mana suhbatimizni sahobalar davrida bo'lgan bir qissa bilan inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Inshaalloh bu ixlos haqida bir yoki ikki yana dars o'tishimiz kerak bo'ladi. Katta mavzu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytida islomiy futuhotlar nihoyatda bir keng bo'ldi. Musulmonlar Fors yerlarini fath qilar ekan, Tustar degan bir qal'ani olishga to'g'ri keldi. Hozirgi kundagi Eronda territoriyasida bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqas Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulug' sahobalaridan. Tirikligida jannatda xabarini olgan 10 ta odamdan bittasi edi. Ota-onam fido bo'lsin sizga yasa, oting degan Uhud kunida. Shu Sa'd ibn Abi Waqqas amir edi qo'shinga. Tustar qal'asini qamal qildi musulmonlar. Juda uzoq muddat harakat qildi, musulmonlarga fath bo'lmadi. 6 oy qamal qilishdi. Vaqt ketyapti, kuch ketyapti, hujum qiladi, musulmonlar talafot ko'radi, forslarga bir ziyon yetmaydi. Shunda hamma hayron bo'lib qoladi, nima qilishni bilmasdi. Hammani boshqa qolib turgan paytda yuziga bir niqob to'sgan kishi keladi. Yuzini shunday niqob bilan to'sgan, keladi aytadiki, men qal'ani qanaqa qilib o'tishni bilaman dedi. Men aytganimni qilinglar dedi. Buyuring dedi. Bu kishi aytdiki, ana shu qasrlarga tosh otadigan palaxmon deb qo'yiladi, mana ko'rgansizlar televizorlarda. Ana shu palaxmonni chapkaliga o'tkazadilar meni, yarim tunda qasrni ichiga uloqtirasizlar. Men ochaman. Qarangki, o'zini jonini garovga qo'yapti. Chapkaliga o'tkazib otganda birinchidan soq tushadimi yerga? Agar soq tushsa, askarlar oldiga tushadimi? Suvga tushadimi, o'tga tushadimi? Uni qiziqtirmayapti. Chunki mana shu ishni qilishida Allohning roziligi bor deyapti, yuzini to'sib olgan. Kimligini bildirmayapti. Aytganidek qildi, otdi ichkariga. Yarim kechasi Allohu akbar degan takbir ostida darvoza ochildi. Har ikkisi soqchilarni o'ldirdi, darvozani ochdi, musulmonlar kirdi, qal'a fath bo'ldi. Juda katta g'anima, juda katta o'lja tushdi. Endi har bitta ana shu g'azotda qatnashgan kishini o'sha o'ljadan, g'animadan ulushi bor. Endi anavi niqob egasining ulushi hammasinikidan ko'p bo'lishi kerak. Hamma keladi, 6 oydan beri musulmonlar qilolmagan ishni xalqi berdi. Sa'd ibn Abi Waqqas qo'shinga aytdi, niqob egasi kelsin dedi. O'zini ulushini olsin dedi. 2 kungacha kelmadi, 3 kungacha kelmadi. Amir buyurdi. Qarang, men qildim deb ko'ylagim yorib ketsa bo'ladimi? Men qilib qo'yganman bu narsani dedi. Lekin Alloh uchun qilganligini ko'ringchi isbotini. Kelmadi. Buyurdi Amir. Endi Amirga itoat qilmasa Allohga osiy bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqasni Amirning chodirga bir kishi keldi, yuzi ochiq. Aytdiki, "Ey Amir" dedi. "Men niqob egasini taniyman." Uni 3 ta sharti bor ekan dedi. Shu shartni bajarsangiz, kirar ekan, o'zini tanitar ekan dedi. Nima sharti bor desa, birinchisi gaplashasiz ekan, gap o'sha ikki avlod o'rtasida qolar ekan dedi. Sa'd rozi bo'ldi. Ikkinchisi, bu odamni nomini tarix kitoblarida yozdirib istagan dedi. Qarang, shunaqa ish qilib qo'ygan odam endi nimani ko'zlayapti boshqa Allohdan boshqa? Hatto dedi yantasharti Amirul Mo'minin xalifaga emasmi bu narsani dedi. Roziman to'g'ri, hali kishi menman shu kishi dedi. Mana tarix kitoblarida Hazrat Umar Sa'd ibn Abi Waqqas kelganda aytadi. Kim edi u deydi. Deb aytadiki, men deydi, va'da berdim u kishiga dedi. Alloh bilan meni o'rtamda bo'ladigan sir bu dedi. Hazrat Umar ummatda ikkinchi yaxshisi bo'lgan, tirikligida jannat xabarini olgan Umar al-Faruq duo qildi. Parvardigor dedi, qiyomat qoyim bo'lganda, bo'lmasam jannatga ega aniq bo'lmadi. Qiyomat qoyim bo'lganda ana shu niqob egasi bilan birga turadigan. Chunki u odamning qilgan ishida Allohning roziligidan boshqa narsa ko'rilmayapti. Bo'lmasam, boya aytganimizdek, jonini garovga qo'yibdi. Jonini garovga qo'yibdi. Bizda birorta shunaqa amal bormi hayotimizda? Shunday amal qilganmizki, birovga bildirmaganmiz. Allohni o'zimiz o'rtamizda qo'ygan. Bu qissalarda eshitganmiz, biz mo'minligimiz uchun iymon keltiramiz bunga. Agar mo'min bo'lmasak,
biz ham